Razdelkalardan file bor, bedro bor, golen, qanot va dum, bo'yin sohalari ham alohida sotiladi. Taroziga qo'yib ko'rsatamiz. Yaqinroq olib keling. Mana bitta butun kurkamiz, bu xo'rozi 22 kilo 400 bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Big 6 kuzatuvchilari. Mana biz 2026-yil 7-yanvar sanasida turibmiz. Big 6 jo'jalari hamda go'sht mahsulotlari, Big 6 jo'jalari 20 kilo, 25 kilo, 30 kilogacha chiqadimi degan savollaringga javob. Mana shu turgan go'shtimiz mana 5 oy boqilgan. Bu video davomida taroziga ko'rsatib o'tib ketamiz. Eng kichkinasi 7 kilodan 8 kilogacha don boqqana mana oppoqqina chiroyli so'yilgan sifatli. 2026-yil 7-yanvarda turibmiz. Humo parranda biznes jo'ja bilan jo'ja yo'nalishi bo'yicha emas, balkim go'sht yo'nalishi bo'yicha ham ishlab chiqarish yo'nalishlarimiz bor. Go'sht yo'nalishimizda mana bunaqangi butun 7,5 kilo, 8 kilo eng pasti, eng kattasi 20 kilodan balandroq veslari bor. Hamda kurka go'shti yo'nalishida faqat butun emas, faqat mana bunaqangi razdelishni mahsulotlarimiz ham bor. Razdelishni mahsulotlarimizga kiradi qanot, vakuum, upakovka, bedro, upakovka ham. Razdelishni mahsulotlarimizdan hamma narsa bor. File, bedro, qanot, golen, dum. Mana shu hamma sana o'tgan hamma anaqalarimizdan razdelishli mahsulotlarimiz bor. Humo parranda biznesida yillik ob'yomimiz 80 tonnadan 120 tonnagacha zapas go'shtlarimiz bor. Katta kolbasnik sexlar bo'ladimi, go'sht ishlab chiqarish sanoatida sotish, magazin, bozorlar bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarni taklif qilamiz. Gap isboti bilan boya ham aytdik, taroziga qo'yib ko'rsatamiz. Yaqinroq olib keling. Mana bitta butun kurkamiz, bu xo'rozi 22 kilo 400 bo'ladi. Mana bu don boqqana, oppoqqina makoni bo'ladi. Buni vesi 7,5 kilo. 7 kilodan 22 kilo, 23 kilogacha bo'lgan veslarimiz hozirda mavjud. Xalqimizga yana shu narsani yetkazdirmoqchimizki, import, eksport degan narsa bor. Import Qozog'istondan kirib kelayotgan, Qozog'istondan emas, turli tuman joylardan kirib kelayotgan go'sht mahsulotlariga qaraganda bizning go'shtlarimiz ancha-munchaga sifatliroq va shirinroq hisoblanadi. Import bilan o'zimizda yetishtirilgan go'shtni ancha-muncha xaridorlarimiz ham solishtirgan va bizning go'shtlarimizni ancha-muncha shirin va shirali hisoblagan. Xo'p, kurka go'shtimizni butun holati 7,5 kilodan 23 kilogacha bo'lgan holatini ko'rsatdik biz sizlarga. Hozir kurka go'shtining razdelkalarini ko'rsatamiz. Razdelkalardan file bor, bedro bor, golen, qanot va dum, bo'yin sohalari ham alohida sotiladi. Telefonni yaqinroq olib keling. Mana bu filesi hisoblanadi, vakuum upakovka qilingan mana. Oppoqqina. Bu Toshkent shahar bo'yicha 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo oladiganlarga xuddi shu holatda ham yetkazib beramiz. Agar katta ob'yomda so'raydiganlar, file so'raydiganlar bo'lsa, mana bu holatda mana briket qilingan mana oppoqqina file mana. Ob'yomlarimiz juda katta, juda ko'p. Xudo xolasa bemalol yetkazib bera olamiz. Bu bedro sohasi hisoblanadi. Bedro ham xuddi shu holatda razdelishni upakovka vakuum apparatda vakuumlangan. Sifati xudo xolasa yaxshi, ancha-muncha muddatga turib bera oladi. File, bedro, golen, qanot. Mana bu qanotimiz hisoblanadi. O'zimizning brendimiz tushirilgan. Muddatlari ham, sroklari ham xudo xolasa uriladi. Strok bo'yicha ham, turish bo'yicha ham, uzoq muddat turish bo'yicha ham o'zini sifatini yo'qotmagan holatda turadi. Razdelishni vakuum upakovka. Kimga agar ob'yom holatida kurkani butuni razdelka holati qanaqadir nimasidir
kurtkani mana shu bek 6 jo'jasidan to tuxumidan to go'shtigacha bo'lgan mahsulotlar hammasi yil 12 oy bizda bo'ladi. Xudo xolasa, ob'yomda ishlaydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaymiz degan umiddamiz.